Hamma yaxshi ko'radigan kartoshka podamashini pishiramiz. Negativchilarim uchun esa sochlarimni yig'ib oldim. Kartoshkalarimizni archib, mol go'shtimizni pari qilib kesib olamiz va soya solib 15-30 minutga kamida marinovka qilib olamiz. Kartoshkalarimizni pari qilib kesib olamiz. Gazga qozonni qo'yib, yog' solib, yaxshilab qizdirib olishimiz kerak. Qizigan yog'ga kartoshkalarimizni solamiz. Alohida qozonda esa go'shtimizni qovurishni boshlaymiz. Kartoshkalarimiz shunaqa tillarang, qisir-qisir bo'lib pishib chiqadi. Go'shtimizga bitta piyoz va zira, qizil paprika, quruqtirilgan chesnok solib, yaxshilab aralashtirib, qovurib, 1 stakan suv solib 15-20 minutga dimlab qo'yamiz. Gribilarimizni alohida qovurib, go'sht bilan kartoshkani aralashtirib, ustidan ko'k piyozlarni sepib, dasturxonga tortamiz. Ishoninglar, mazasi og'zingizda qoladi, takrorlanmas mazaga ega bo'ladi.